Assalomu alaykum futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazida futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklari bilan futbol tahlili kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Endi Husanovga yanada qiyin bo'ladi. O'zbekiston milliy terma jamoasi markaziy himoyachisi Abduqodir Husanov fevral oyidagi yulduzli onlaridan keyin Manchester Cityning asosiy tarkibiga kiritilmayapti. Josep Gvardiola keyingi bir necha uchrashuvda O'zbekiston futbolchisiga boshlang'ich tarkibdan joy bergani ham yo'q. Jarohatlar tufayli davolanayotgan markaziy himoyachilar salomatligini tiklab yana safga qaytayotgani 21 yoshli himoyachimiz uchun qo'shimcha raqobat tug'diradi. Bundan tashqari, Manchester City rahbariyati yozgi transferlar davrida ham faollik ko'rsatib, bir necha pozitsiyaga yangi ijrochilar olib kelishni maqsad qilgan. Xususan, skautlar shaharliklarning himoya markazini kuchaytirishga qodir yana bir nomzod topib qo'ydi. Gap Benfica markaziy himoyachisi Alvaro Carreras haqida ketmoqda. 22 yoshli Alvaro futbol o'ynashni Realda o'rgangan, keyin Manchester United tizimiga ham tajriba to'plagan. Yosh bo'lishiga qaramay, Angliya, Ispaniya va Portugaliya chempionatlarida to'p tepdi. Benfica uni o'tgan yozda Manchester Uniteddan to'liq sotib oldi. Carreras chap qanot himoyachisi hisoblanadi. Bu o'yinchi bir qanot to'liq nazorat qilish va keskin hujumlar uyushtirish qobiliyati bilan Josep Gvardiola nazariga tushdi. Ispaniyalik mutaxassis himoyachilarning hujum tashkil etish va raqib darvozasiga xavf solishdan juda yaxshi ko'radi. Pep Gvardiola Benfica vakili o'z o'yin uslubi bilan Manchester Cityga yordam bera olishiga ishonch bildirmoqda. Fijaji sayti ekspertlarining ta'kidlashicha, shaharliklar safida chap qanotni Yoshko Gvardiola to'liq o'ziniki qilib olgan. 23 yoshli xorvatiyalik futbolchi markazda ham o'ta ishonchli o'ynay oladi. Agar Carrerasning transferi amalga oshsa, murabbiylar shtabi Gvardiolani himoya markaziga ko'chiradi. Bu taktik sxemada markaziy himoyachilardan biri, aniqrog'i, katta ehtimol bilan Abduqodir Husanov o'z o'rnini Niko O'reyliga bo'shatib berishga to'g'ri kelganda, oxirgi o'yinlarning birida xuddi shu holat kuzatildi. Ya'ni Gvardiola Abduqodirni zaxirada qoldirib, Yoshkoga himoya markazini topshirdi. Manchester City'dagi faoliyatini yorqin o'yinlar bilan boshlagan legionerimiz bundan buyon asosiy tarkibga kirish oson bo'lmaydi. Husanov o'zida bor salohiyat va iqtidorni namoyish qilish barobarida yangi ko'nikmalarni o'zlashtirib, har qanday imkoniyatdan maksimal foydalanishi shart bo'lib qoldi. Ekspertlar Alvaro Carrerasning ustun jihatlari haqida fikr yuritganda, uning hujum tashkil qilish qobiliyati barobarida taktik tomondan yetukligi, maydonni ko'ra olish qobiliyati, turli o'yin uslublariga moslashuvchanligini maqtamoqda. Alvaro Carreras joriy mavsumda Benfica safida barcha turnirlarda 46 marotaba maydonga tushib, himoyadagi vazifalarni bajarishdan tashqari, raqiblar darvozasini 4 marotaba ishg'ol qilgani va jamoadoshlariga 5 ta golli pas uzatgani uning samaradorligini ko'rsatib turibdi. Benficaga qarshi 6 million yevroga transfer qilingan bu himoyachining transfer summasi bir necha oy davomida muntazam ko'tarilib, ayni paytda 28 million yevroga yetdi. Alvaro Carreras professional faoliyatining boshida Angliya Premier Ligasida o'ynay olmagan va Txumbali Alimbodan ketishga majbur bo'lgan. Ekspertlar Portugaliyadan qo'nim topgan himoyachi qisqa fursatda kuchli himoyachiga aylana olganini ta'kidlamoqda. O'z navbatida ispaniyalik himoyachi Angliya Premier Ligasini zabt etishda ikkinchi urinishni amalga oshirishi mumkin. Uning uchun Manchester City bilan hamkorlik qilishga tayyorligi aytilmoqda. Endi masala shaharliklarning transfer bo'yicha rasmiy taklif yuborishi bilan bog'liq bo'lib turibdi. Qadrli do'stlar, aynan siz qanday fikrdasiz? Agarda bu himoyachi ham Manchester Cityga keladigan bo'lsa, to'g'risi Abduqodir Husanovga hech qanday joy qolmaydi. Abduqodir Husanov hozirda zaxiradan bo'lsa ham maydonga tushib, bor kuchi va iqtidorini ishga solgan holda Pep Gvardiolaning ishonchini oqlashi kerak. Qadrli do'stlar, nima bo'lgandan ham hamyurtimiz Abduqodir Husanovga omad tilagan holda kommentariyaga tushib, "Olg'a O'zbekiston, olg'a Abduqodir Husanov" deb yozib qo'yishni unutmang do'stlar. Mana do'stlar, hozirgi dasturimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Videoni oxirigacha ko'rganlarning barchasiga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. Futbol tahlili kanalimizdan uzoqlashmang.